Bir hafta savdo kechki bozorda sizlar uchun arzon narxga Nexia 3 mashinasi kelib qoldi akalar. 2019-yil 121 ming kilometr masofani bosib o'tgan Turinch PS avtomat korobkasi bo'ladi akalar. Mashina holati ideal sostoyanida turibdi. Cobalt yaxshi diska, yumshoq balolargacha ham qo'yilgan. Salon qismini akalar ko'rib tursan, salonlar ham zo'r holatda 121 ming prebek, to'r avtomat, zina holatlari ham yaxshi holatda turibdi, urinib ketmagan. Temir gaz balolar ustanovka qilingan. Motor korobka hado qismlarida ham hech qanaqa muammolar yo'q. Kuzlari ham zo'r holatda turibdi. Kraskasiga keladigan bo'lsa akalar, mana shu eshigida ikkita pitnosi bor ekan, ili chap tomon bitta kirlosda kraska. Qolgan joylar top-toza, o'zingiz uchun bir qator tekshirtirib, prerka qildirib olaverasizlar. Sizlar xohlagan dokument bo'ladi, chiroyli nominal bilan albatta. Narxini okalasizlar olmaza qilishini uchun akamiz bilan to'g'richi $7,950 baholandi. $7,950 ga 2019-yil 121 ming prebek turgan to'r avtomat Nexia 3 mashinasi. Telefon qilib barik qilishingiz mumkin akalar.